Oldu. Assalomu alaykum, hurmatli xalq bilsin kanalının hurmatli kuzatuvchilari, sog'misizlar, omonmisizlar? Do'stlar, bu videoni o'tirmay oxiriga дейін ko'ramiz. Yaqinda uchastka olaman, imorat salaman deb yurgan yurtdoshlarimiz uchun ajoyib yangilik. Ulug'bek boshda adresini tushuntir, nereden alamiz, nereden sotiladi deb turgan obunachilarimiz ham yo'q emas. Hozir biza turgan yerimiz, orientirimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Nomuna ovul fuqarolar yig'ini. Do'stlar, ta ish yerimizdan 4 sotikdan 2 dana uchastka sotilacak. Yani 8 sotik. Sudluk bilan sotilacak bo'lib turibdi. Sababi pul zarur bo'lib turibdi do'stlar. Xo'p, bu yerning qulayliklari nimadan iborat deydigan bo'lsangizlar, imberda yana Bostan kanalı yine. Şöyle çıksa görünüp turibdi. Şöyle Bostan kanalı var. Akarsuvidan umuman manması yok. Su var, akarsuvi, su var, içimlik suvi. Kenarasa sveti, gazı, umuman manması yok. Dokumenti %100 yani saz. Pulunu notarius'un yanında durup adınıza ötkenden ki sanat berzeyizden boladı. Hop, imberde yine caylıkla yine. Yine caylık. Göster, caylık yap yakın. İmberden bayını, caylık. Yine meyveler, daraxtlar, ekseyiz, zor yer. Acayip yer. Xuda xohlasa, ayakta yine demir yol var yerde yine. Demir yol. Bu yerden yol ötedi İmber'de yine. Şuradan yol ötedi. Sel arrakrakta 180 trassası ötediğim, xuda xohlasa planan var. Bu yerde cay salsanız həzətiyib yaşayırız xuda xohlasa. Ekranda nomerlerini kaldırıp ötüp gitemiz, bemalal bağlanıp durup asanızda boladı. Ulug'bek bunun narxını tushuntir deydigan bo'lsangizlar, narxını aytib ötüp gitemiz. Yani 4 sotiki bir uchastkimiz $3000 deb turibdi. Gelişip beriladi. 3000 deganda 3000'ni o'zine berilmeydi. Gelişip qaytib egasini o'zi bilan gelişip olaverasiz. Shundan 2 danasi bor, yonma-yon deyib turibdi uchastkalar. Xudo xohlasa gelip durup aladigan bo'lsangizlar, planlari bilan auksion orqali alıngan yerler, yani kanuni tartibda alıngan. Azı yer uchastka alışda ehtiyot bo'linglar. Köpsi misal uchun yerinizda dokument chiqib qolishi mumkin. Shunday bir ovoragarchiliklar juda ham ko'p. Bu yerda unday ovoragarchilik umuman yo'q. Yani muammo qilib yurmaysiz. Chiqamigan dokumenti ya boshqa tam unday emas. Auksion orqali yutib olingan, haqiqatdan ham qonuniy uchastka. Xudo xolasa kimda kim oladigan bo'lsa yaxshi kunlarda ishlash nasib etsin, to'y berish nasib etsin. Xudo xolasa ekrandagi nomerlarga bemalol bog'lanib turib olaverasizlar. Ushbu videoga ko'proq like bosib turib, do'stlara jo'natib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.